Bu buyruq edi. Steiner hujum uyushtirishi bu buyruq edi. Buyruqni bajarmaslikka nima haqqi bor? Meni buyrug'imni e'tiborsiz qoldirishga qanday haddingiz sig'di? Harbiylar, fuqarolar va xodimlar meni aldadi. Hatto SS ham. Buni kutmagandim. Qo'l ostimdagi generallar sadoqatsiz qo'rqoqlar bo'lib chiqdi. Hammasi. Men bunday bo'lmasligi uchun qo'limdan kelganini qildim. Qo'rqoqlar, sotqinlar, birontangizdan foyda yo'q. Führerim, gapingizni o'ylab gapiring. Generallar nemis xalqi boshiga tushgan balo xolos. Sizlardan foyda yo'q. O'zingni general deb so'zlaysan, chunki akademiyada vaqt o'tkazgansan. Lekin borib nimani qo'yillatding? Borib soqqa sanch ishlashni o'rganib kelding. Bu buyruq edi. Steiner hujum uyushtirishi bu buyruq edi. Buyruqni bajarmaslikka nima haqqi bor? Meni buyrug'imni e'tiborsiz qoldirishga qanday haddingiz sig'di? Harbiylar, fuqarolar va xodimlar meni aldadi. Hatto SS ham. Buni kutmagandim. Qo'l ostimdagi generallar sadoqatsiz qo'rqoqlar bo'lib chiqdi. Hammasi. Men bunday bo'lmasligi uchun qo'limdan kelganini qildim. Qo'rqoqlar, sotqinlar, birontangizdan foyda yo'q. Führerim, gapingizni o'ylab gapiring. Generallar nemis xalqi boshiga tushgan balo xolos. Sizlardan foyda yo'q. O'zingni general deb so'zlaysan, chunki akademiyada vaqt o'tkazgansan. Lekin borib nimani qo'yillatding? Borib soqqa sanch ishlashni o'rganib kelding.